Hamda ustadım şu İslam tarixida elbette tamuş nurgun fethiyle diyarla aqıdan fethi qılındı. Bu cihad düşüncesi qandaq taraqqiy qilgan İslam tariximizda. Bunu ergizme bugünkü zamandaki yoki şu yaqinqi bir necha yilning ichidagi işgaliyettin bizning İslamda bo'lgan ishlarning o'ttirisida osmon bilan farq bor. Ammo buni hatto bugun ba'zi inkoslarga qarasa, yani bilimsizlikten insanlar İslam tarixidagi bu fethilarni xuddi bugungi dunyoda bo'layotgan nohaqchilik, ishg'oliyatga uchrash, boshqalarning zaminini bosib olish, buni xuddi islomda bodek ko'rdiganlar bor hamda. Buni biraz böyle tushunib o'tgan bo'lsak. Yani bununki birinci cevabı nima desa, İslam tarixini to'g'ri analiz qilib o'qimaganlik, bilmaganlik. Bu boshqalarninki tushuntirib bergan yo'li bilan anglash. Yani biz en oddiy bir usul var. Her qanday bir narsa o'rganib ekan biz uning asli manbaiga berib o'rganishimiz kerak. Onu başkalarınınki depresiyle öğrensek, bu insan özünün kallasında ortaya koyan bir fikri var. Şunu asas tutup başkalarına sunudur. Demek bir yerde biz doğru analiz kılamayız, doğru anlayamayız. Bunun asli kayıtışımız gerekir. Şu an biz hem de bunu cihat meselesi gelsek, İslam tarihinde cihatınki mevcut buluşu, meydana gelişi ve onunki künsüyle tarihte terakki kılışınınki ehvalı kandan boğan dese, bunun bir prensip ve ulusu mu adaletle berpa kılış. Yani zeminde adalet berpa kılış. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala insanların zemininden halifesi, qo'g'dug'uchisi, qurg'uvchisi, buni ega bo'lib, buni taraqqiy qildiruvchi qilib yaratgan bo'lg'achqa, xalifa degan bu bir majburiyat va mas'uliyatni ustimizga yuklagan bo'lg'achqa, buni ilib berishda, ilib beradigan harakatlarimizning hammasi bu jihatga kiradi. Bu adolatni asos qilgan. Haqni asos qilgan, haqni yetkazish, adolatni barpo qilish asos qilgan. Ham bu siyosiy o'zgarishlarningki va jamiyatning shu ijtimoiy kishilarning hayotiningki ahvoliga qarata bu o'zgarib kelgan. Va bir xil tumaydi bu. Gerçi onun asli nimesi özgürmeydi. Men bunuki asli çakırığı, bununki talebi özgürmeydi. Lekin bunun şekilleri özgürmeydi. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatında cihatın başlanışı bilen bo'lgan desa, bu davet bilan boshlangan. Qiyinchiliklarga sabr qilish, faqatlam Allah subhanahu va taologa bo'lgan bir Allohningki tavhidiga bo'lgan nimasida mustahkam turishdan iborat bo'lgan. Bundan boshlangan. Ondan keyin ikkinchi bosqichda Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalari Madinaga hijrat qilib kelganda, ondan keyin Alloh subhanahu va taolo tunji qatim bularga qurolliq, chunki dushmanninki bu zulmidan qutulishninki yo'li bu faqatlam so'z bilan da'vat bilan yetarlik bo'lmaydiganligini Alloh ularga eskartib, "Uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu." Mana endi sizlarga bu dushmanlarga qarshi, chunki sizlarga qarshi ular urush ochdi, buning sizlar shu yo'l bilan taqobil qilmasangiz bo'lmaydi. Sizlarga shuning uchun buni ruxsat qilindi degan yo'l bilan ularga müminlerge bu cihatınki yeni bir başlangıçını göstergeligini bunu gördüğümüz. Şunu olan şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başlığında nurgun cihatlarınki, nurgun uruşlarını ortaya çıkardığı. Bana biz bu şekillerde Peygamber Aleyhisselam'ınki hayatında tunca düşmanlarga karşı elip bağlan Bedir uruşununki şu nimesini yaşavatımız mı? Ramazan ayında boğan Allah Subhanahu wa Taala Müslümanlara ait çok katta bir nimelerini tarihi bir nusretini bir yardımla Allah Subhanahu wa Taala sıkılan. Ondaki Fetih Mekke'ci boğan Allah'ın uruşlarının hemmesi bunu Peygamber Aleyhisselam'ınki başçılığında, yol başçılığında elip verilgan ve başka gazavatlarımız var. Ondaki Peygamber Aleyhisselam devrinden keyin Hulefâ-i Raşidin deyimiz. Yani bu Peygamber Aleyhisselam'ın halifeleri. Tut halifenin devri bu cihat devam kılgan. Yani bunun şeklini boğan dese o vaktdeki cihatın şekli bu İslam terakki kılıp Müslümanlar özünün devletini kurgan deyin ki bunlara şu vaktdeki siyasi nemeden havada iki çoğun güç yüzden başka bir güçün bu yerde meydan bulup üçüncü bir güçün çıkışına razı emez. Bu da bunun Amerika ile Rusya özara nima kılacaktı. Üçüncü bir güçün bir yol koymaydı ama öz aramda tokuşup durup birbirini yok için hareket kılgan Amerika bunun üstünlüğü gelip ahirde o dünya kuyucularla kılışka başlayan oldu. Madem mesela bu ahirde esirlerde. Lakin hazır yeni bir güçün ki özgür karşı çıkışı için bütün nimesi bilen gücü bilen buna karşı ki bunu çıkması oldu. Dep bunu aldığın eşlik yollarını kılavatı. Hem de hazır kadar ki bu şekilde okşamaydı. Medya uruşu bulavatı, iktisadi uruş bulavatı, siyasi diplomasiya uruş bulavatı. Ama sahabalarla devredeki bu uruşta şu devredeki özü kurup çıkan devletini ve şu vaktaki Müslümanlarınki akidesini qo'g'dash uchun düşmanlarning ularga qarshi ilib berayotgan harakatlarini to'xtatish uchun ilib berilgan. Ve şunun bilan birga da'vatni, islom da'vatini kengaytirish, islom da'vatini xalqaralashtirish prinsipi uchun ilib berilgan. Şu da'vat asos qilingan, ama bu da'vatninki qarshi chiqqanlarga o'z loyig'ida agar so'z orqali bo'lgan bo'lsa, munozara orqali bo'lgan bo'lsa, munozara orqali yozish orqali bo'lsa, qalam bilan Qur'ondan kelgan vaqtda Qur'ondan bular qilib bu ishni davomlashtirgan. Demek yani İslam dinininki asosiy bir davlatninki barlig'ini, mavjudligini qo'g'dash uchun ilib borgan. Undan keyin
Umevi devri deymiz, Abbasi devri deymiz. Bunun şu Romalılarga, şu Rimliklarga karşı boğan uruşlar. Ondan keyin şunun neticesinde Müslümanlarınki İspanya'nı fetih kılışı, hozirgi Hindistan'ın fetih kılışı, Abbasi devrininki o'ttirlarida bizniki hatta bu fethlarninki kengayib hatta bizning yurtimizgacha vatanimizniki şu Türk zimillarininki Türkistan'daki umumi fetih kılınışın ibaret bo'lgan narsalar bo'lgan. Bular bir tarafdan davet ilib bo'lgan bo'lsa, yine bir tarafdan düşmanlarning xirisiga qarshi urush qilgan. Masalan, Salib urushi deymiz. Bu şu keyingi davrda nəhayət cho'ng tahdid bo'lib musulmonlar uchun. Bunga albatta qarab turgan bo'lsa, musulmonlar tugab ketgan bo'ladi. Undan keyin Mo'ng'ullarninki hujumi, urushlari islomga qarshi bo'lgan urushlar. Demak, buningda keyingi vaqtlarda siyosiy nuqtada o'zininki mavjudligini saqlash va shundaqla dushmanlarga o'zining kuchini ko'rsatib turib, ularninki qayta ularga qarshi bir ilmikni ishlatib ularni vayron qilmasligi uchun elib berilgan harakat bo'lgan. Bu jahonniki ko'rinish. Undan keyin Osmonlar davriga kelgan vaqtida bu bir imperator misli taqabat taraqqiy qilgan bir shakl bo'lib, bu vaqtda bular musulmonlarninki haq huquqini qo'llash, musulmonlarning boshqalar tarafidan tajovuzga uchrab qolganlarni qo'llash va shundaqla ularninki hürligini ve şundaqla ularninki mustaqilligini qo'llash uchun ular nurg'un siyosiy faoliyatlarni qilgan, nurg'un jihatlarni qilgan. Demak, bu ma shaklda bo'lgan. Endi hozir biz yashayotgan davrga kelsak, buning shakli hozir boshqacha bo'layotdi. Hozirgi davrimizda jihatninki nimasi? Buningki hozir bizga musulmonlarninki ma'lum ziminlariga, ma'lum qismiga bo'layotgan zulmga qarshi olib berilayotgan jihatlar va bu qurol bilan bo'layotgan taraflari va siyosiy diplomatiya yo'llari bilan bo'layotdi. Çeşitli yollar bilan kishilarninki fikrini to'plash orqali va shundaqla shu media orqali bo'layotgan zulmni kishilarga anglatish orqali zolimlarninki askirligini boshqalarga anglatish, boshqalarning bularga g'amxo'rligini, his tashlariga erishish orqali qilayotgan harakatlar bo'layotdi. Bu shu bo'layotgan jihatninki bir turi. Chunki hozirgi davrdagi bo'layotgan amaliy ishlar shu yuzini berayotdi. Eng bilinmay qolgan vaqtda qurol ishlatilsa, hozirgi asosiy ishlarda shu siyosiy narsalar yo'lga chiqqan. Buning natijasida masalan bir necha davlatlar o'tirga masalan shu siyosiy kurashninki natijasida mustaqil bo'lgan davlatlar bor masalan. Janubiy Afrika deymiz. Shunga o'xshagan boshqa bir qancha davlatlar bor. Bu o'zininki nimasini bu siyosiy yo'llar bilan hal qilgan. Endi buni ularninki shu nimasida bu kurash deb qarab vaqtimizda endi buni lug'at ma'nosida qarab vaqtda ular jihad qildi, kurash qildi, tirishdi. Yani bu Müslümanlarga nispeten, bizlere nispeten mi? Biz muşkulumuzun hazırlıklı bağ boğan imkaniyetlerinin faydalanış, onu ügünüş ve bunun qaysi şekilde bunun özümüzdeki hürlüğünü, mutlaqlığını qo'lga keltirish uchun amaliyatçılığımız bilan, kuchimiz bilan bunun bu shu yo'lda menish majburiyatimiz bor. Demak, bizning üstümüzdeki jihatninki turli hozirgi vaqtda hamma shaklini biz turib chekishimiz kerak. Bizdan hamma shakli talab qilinadi. Ammo bu doiramizningki çekimizninki, kuchimizninki nimasiga ko'ra bo'ladi bu. Qanchalik qila olsak shunchalik. Xuddi Alloh la yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan shu buyrug'iga asosan undan umidsiz tashlab qo'ymaslik, o'rligimizga bo'lgan, mustaqilligimizga bo'lgan ishonchimizni yo'qotmaslik, ammo shuningga qo'limizdan kelishicha qadamimizni bo'shashtirmay davom qilish. Bu hozirgi vaziyatniki jihat talabi.